keyingi bizani loyihamiz bu Biomunity loyihasi Farangiz va Xurshida Bonu. Marhamat. Xo'p, assalomu alaykum. Bizning jamoamiz Biomunity jamoasi va bizning proyektimiz organik chiqindilardan bioplastik olish texnologiyasi. Xo'p, nimaga bioplastik? Biz bilamiz, hammamiz hozir plastik bo'yicha juda ham katta muammo, ya'ni plastiklar umuman parchalanmaydi, ya'ni ularni parchalanish uchun juda ham ko'p muddat kerak bo'ladi, ya'ni 500 yildan ortiq. Hamda hozir ishlab chiqarilayotgan plastiklar qayta ishlanishiga keladigan bo'lsak, dunyo bo'yicha atigi 10% gina plastik qayta ishlanadi. Qolgani tabiatda qoladi. Bu eng katta muammolardan va ularni miqdorini kamaytirish uchun ularni shunchaki yoqqan taqdirimizda ham atmosferaga juda ham katta miqdorda karbonat angidrid gazini ishlab chiqaradi va bu eng asosiy 3 ta muammolaridan. Xo'p, oddiy plastik muammosiga yechim qilib, kompostlanadigan oddiy plastikni ishlab chiqarish jarayonida chiqaradigan karbonat angidridga nisbatan 70% kam chiqaradigan va eng muhimi parchalanib ketadigan, ya'ni 1,5-2 yil davomida yerda, tuproqda parchalanib ketadigan bioplastik mahsulotini yechim qilib berdik. Xo'p, bu bosqichga qanaqa qilib kelamiz? Biz organik chiqindilardan, ya'ni kraxmalga boy bo'lgan, ya'ni o'zimizdan tilda aytganda po'choqdan biz polilaktik kislotani fermentatsiya yo'li orqali ajratib olib, biz o'sha bioplastik olishimiz mumkin. Xo'p, biz kraxmaldan polilaktik kislotaga birinchi navbatda granulalar holatida olib kelib olamiz hamda undan o'sha bioplastik holatiga keltirish uchun uni aynan filament ko'rinishidan foydalanamiz. Bunga bizda o'sha ortiqcha hech qanaqa ishlab chiqaradigan o'sha industriya kerak bo'lmaydi. Ya'ni hozir oddiy plastik uchun qanaqa ishlab chiqarish kerak bo'lsa, aynan bizga ham xuddi shu narsa kerak bo'ladi. Faqat boshlang'ich mahsulot polietilen emas, polilaktik kislota bo'ladi. Xo'p, 2010-yildan beri o'zining bioplastik mahsulotlarini ishlab chiqarib kelayotgan Izraelning yirik kompaniyalaridan biri Tipa misolida ko'rishimiz mumkin. Tipa asosan oziq-ovqat va mevalarni qadoqlash uchun bioplastik mahsulotlarni ishlab chiqarib keladi. Biz o'zi, ya'ni o'sha oddiy plastikni muqobil varianti bioplastikka qiziqishimiz 2025-yildan boshlangan va g'oyani shakllantirganmiz. 2027-2028-yillar davomida ilmiy tadqiqot o'tkazish, ya'ni laboratoriya sharoitida bioplastik mahsulotini qilib ko'rish va unga qo'shimcha omillar ta'sir ettirish natijasida uni qanchalik parchalanishini ko'rish, masalan mikroorganizmlar ta'sir ettirib ko'rish, 2028-yilda esa tayyor mahsulotni bozorga olib chiqish. Xo'p, bir yilda O'zbekistonda plastikka bo'lgan ehtiyoj 1 million tonnani tashkil qiladi va jahon bozorida aynan polilaktik kislota, 1 tonna polilaktik kislotani o'rtacha narxi $2800 dan $3500 tashkil qiladi hamda hozir Toshkentda ichki bozor hajmi bizda $3 million tashkil qiladi. Biz ko'rdik oddiy plastik bilan bioplastikning farqi va hozir dunyoda juda ham ko'p bioplastik ishlab chiqaradigan kompaniyalar mavjud va ulardan aynan bizani polilaktikli bioplastikning farqini ko'radigan bo'lsak, eng muhimi biz uni tabiiy resurslardan, ya'ni qayta tiklanuvchi resurslardan olamiz. Bu degani ya'ni tabiatdan tabiatga. Yana bitta eng katta plyus tomoni bizda agar uni shunchaki yoqib yuborgan taqdirimizda ham karbonat angidrid miqdorini 2 va 3 barobar past miqdorda havoga ajratadi hamda bizani bioplastikni narxi qolgan bioplastiklarning narxidan anchagina arzon hisoblanadi. O'zi bioplastik ishlab chiqarish uchun dastlab bizga tajriba va amaliyot kerak bo'ladi. Bu uchun biz Amerikaning NatureWorks, ya'ni PLA'dan, polilaktik kislotadan plastik ishlab chiqaradigan kompaniyasini tanladik. U yerga borib amaliyot o'tash va olib kelgan o'sha bilimlarimizni O'zbekiston hududida mahalliylashtirishdan iborat bo'ladi. Umumiy tajriba va amaliyot uchun xarajatlarimiz 20,000 AQSh dollarini tashkil etadi.
Bizni jamoamiz Samandarova Xurshida Bonu va Buvatullayeva Farangizdan tashkil topgan. Ikkalamiz ham biotexnolog 3-kurs talabasimiz. O'zbekiston Milliy universitetida o'qiymiz. Jamoadagi asosiy vazifam, ya'ni jamoani boshqa xodimlar bilan shakllantirish, bundan tashqari ishlab chiqarish jarayonini nazorat qilishdan iborat hisoblanadi. Farangiz vazifasi o'sha po'choq organik mahsulotlardan tayyor plastikni hosil qilish va o'sha tayyor bo'lgan plastikni sifatini tekshirishdan iborat. Hop. No project today. More plastic tomorrow. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Ya'ni sizlarni loyihalaringiz bo'lmasa, yana shuncha chiqindi poligonlarga boradi, to'g'rimi?